Assalomu alaykum hurmatli Ekstrafos YouTube kanali obunachilari. Bugun biza Ekstrafos o'g'itimizni kartoshkada sinash uchun Toshkent viloyati Parkent tumani Shampan qishlog'ida istiqomat qiluvchi Sharofiddin akamga berganmiz. Ular hozir kartoshka ekyapti. Yarmini o'zini bilgan usulida o'g'itlab ekadi. Qolgan qismini bizani o'g'it bilan o'g'itlab ekadi. Umumiy yer maydoni mana pastga qarab 80 sotix. Yarmi bizani o'g'it bilan ekiladi buni. Bu bizani Ekstrafos MPG mahsulotimiz. Azot, fosfor, kaliy 15% dan tarkibi. Dehqonimiz Sharofiddin akam. Bular tepa qismiga mana bu ekilgandan tepa qismiga qoziq qoqdim deydi. Tepa tarafiga Rossiya mofosdan berganman deyapti. Mana o'zidan eshitamiz endi. Bu qoziqdan tepasi Rossiya mofosmi shunda? Ha. Baxt tarafiga bizani kecha ekilgan. O'sha rossiyskami bo'lsa sepilgan. Endi bu yoqqa o'qiganda ko'ryapsiz, xudo xolasa. Urug'lari yaxshi, urug'lari yiri yaxshi urug'lar. Xudo xolasa. Urug'lari yiri. Nishi bir marta sindirilgan. Yaxshi, yiri, juda kattalari ham bor ichida endi. Kartoshkachilik bilan shug'ullanadi Sharofiddin akam. Urug' o'zidan chiqadi. Nechinchi yil ekilishi bu urug'? 2-yiliga? 2-yil. 1 yil ekilgan. Gala sorti. Gala sorti. Nish sindirishga chidamli gala sorti. Shuning uchun nish sindirilgan. Podvalda saqlanganning hisobiga qorong'ida nishlagan. Nozik opa bo'lib nishlab qoladi birinchisi, shuning uchun sindirilgan. Ikkinchisiga nishlari baquvvat bo'lib chiqqan. Nishlari baquvvat bo'lib chiqqan ikkinchisiga o'sha mana. Sal ekishga lekin sal kechikibdi Sharof akam. Sal vaqtliroq egardi har yili. Yog'ingarchilik. Yil yetiltirmaslikda shu. Havo yog'ib qoldi. Havodan foydalanib yetilganda foyda ekib Xudo xolasa bu yoq yana yog'ingarchilik beryapti, yomg'irlar beryapti. Shu yomg'irlar bilan chiqirib olasiz xudo xolasa. Yomg'ir bilan barani tabiatning nimasi bilan chiqqani yaxshi mehribonchilik bilan. Sug'orib chiqargandan ko'ra. Bular arig'i o'ziga sepyapti, mana aka. O'g'itda arig'i o'ziga sepib chiqyapti. Arig'i o'ziga nimaga unaqa qilasiz deb so'rasam Sharof akamdan. Sharofiddin akam aytdiki, ekonom bo'ladi o'g'it. Arig'i o'ziga sepilganda ham ildiz yonida turadi. Yaxshi bo'ladi dedi. To'g'ri yondashuv bu ham. Eslab qolasizlar mana bu yoq taraf ko'chat mana. Glos ko'chat. Bu yoq tarafimiz bug'doymi bu? Bug'doy. Orada ingichka uzun yer. 80 sotiqqa mana. 80 sotiq atrofida yer. Mana shu qozig'i qoqqan. Shu qoziqdan bu yoq sizlarni o'g'it bo'ladi deb tushuntirdi. Endi yaxshiroq qoqib qo'yasiz bu qozig'i. Tushunarli bo'lishi uchun tepa tarafi Rossiya mofosi. Rossiya mofosini qo'yib teparoqda yotibdi. Urug'larning oldida. Eslab qolasizlar mana bu yoq taraf ko'chat mana. Glos ko'chat. Bu yoq tarafimiz bug'doymi bu? Bug'doy. Orada ingichka uzun yer. 80 sotiqqa mana. 80 sotiq atrofida yer. Mana shu qozig'i qoqqan. Shu qoziqdan bu yoq sizlarni o'g'it bo'ladi deb tushuntirdi. Endi yaxshiroq qoqib qo'yasiz bu qozig'i. Tushunarli bo'lishi uchun tepa tarafi Rossiya mofosi. Rossiya mofosini qo'yib teparoqda yotibdi. Urug'larning oldida. Mana bizani o'g'it, Ekstrafos o'g'iti biz yetkazib berganmiz kecha. Уже mana sepishni boshlagan dehqonimiz Sharofiddin aka mana. O'sha belgi qo'yilgan, o'sha yerda qoqilgan, tepasiga rossiyskiy mofos berilgan. Bularning gap bo'yicha rossiyskiy mofos berganman deydi. Qani qopi desam mana deb ko'rsatyapti. Men endi vijdonan aytayaptim, bu rossiyskiy mofos emas, Sharofiddin aka. Bu rossiyskiy mofos boshqacha bo'ladi. Bu rossiyskiy mofos qopiga o'xshatilgan, 2 yil 3 yil oldingi qoplarga o'xshagan qopi. Hozirgi qopini umuman boshqacha emas. Rossiyskiy mofosni ajratish qopi mana bizani Ekstrafos qopiga o'xshagan silliq, baquvvat qop bo'ladi, qalin qop bo'ladi.
Keyin bunaqa oddiy qop bo'lmaydi. Yozuvlari ham tiniq bo'ladi. Shunda o'qib olasiz. Mana kichkina yozuvni ham o'qib olasiz uni, tiniqligini. Tepasida hozirgi qopida mana bu yerda qanaqadir arabchami, eronchami bilmayman yozuvi bor. Gardizi guruhmi shunaqa degan yozuvlari bor. Keyin bunda nima qilsiz? Orqa tarafida ham yozuvi, jadvallari nimalaridir bor. Orqa tarafida ham. Ikkala tarafida yozuvi bo'ladi xullas. Bu eski formalari ichiga buklanib tikilardi, mana bu yerda ichiga buklanib, 2 marta buklanib tikilardi. O'zimizning silitralarga o'xshab tikilardi-da. Hozirgisi lekin mana bunaqa ekstra fosga o'xshab tikiladi. Bitta tikiladi. Rossiya anfos ajratish usuli. Lekin siz Rossiya anfos bermagansiz. Endi aytayotdim. Kechkiga ishlatasiz, o'z uslubingizda o'sha anfos berib, kechkilaringizga ishlatasiz. Past tarafiga ham ekiladi kechkisi. Shularga ishlatasiz. Hozir endi mana shu hamma joyingizga, bu yoq tarafiga, qirsut oshiq joyga mana shu ekstra fos o'g'itini ishlatib yuravering. Duadim. Ekstra fos o'g'itidan biz 200 kilo olib kelganmiz. Shu 200 kiloni ishlatadi endi. Bu yoq tarafiga ham hadyabi hozir aralashtirib berish iloji yo'q. Endi o'sha chopgan paytda yonidan kavlab bo'lsa ham beradi. Shunda mana shu qirsutni o'zi faqat ekstra fos bilan ekilgan bo'ladi. O'rtacha 40-45 so'tga yer. Mayli endi dehqonchiligingizga baraka bersin, avvalambor Sharofiddin aka. Rahmat. Xudo xolasa kelib o'sha chiqqan paytdagi, gullagan paytdagi boshqa bir videolarni ham ishlab turamiz. Ekstra fosdan ekilgan maydoningizga. Barakasini bersin. Charchamang. Ishlab turamiz. Sizlarning ham ishingizdan barakasini bersin. Rahmat e'tiboringlar uchun hammalarga. Mana biz sepilgan MPK o'g'itimizni mana eruvchanligini bir gapirib ketsak. Mana ertalab kelib sepgan. Quruq yer deyarli, nami bor yerda, lekin ust tarafi quruq bo'ladi, yer bir saylagar. Mana aka. O'sha erigan. Usti yopilib, yog'ingarchilik bo'lib suv beriladigan bo'lsa, bu ayniqsa zo'r eriydi. Xudo xolasa ta'siri zo'r bo'ladi. Umumiy ma'noda bu kartoshka hozir aprel oxirida ekilyapti. Biz endi tog' oldi zona bo'lganligi uchun bizada kartoshkalarga bu vaqt bu vaqtda eksa ham nisbatan yaxshi hosil olish mumkinligi uchun aslida kartoshka salqin sevar ekan, yorug' sevar, lekin salqin sevar ekan. Juda issiq yoqtirmaydi. Biza kerakli tavsiyalarni berib o'tdik. Iloji bo'lsa sal chuqurroq eking. Nisbatan o'sishi, tugunaylashi baribir sal issiqroqqa to'g'ri kelganligi uchun chuqurroq ekilish kerak. Tuproq haddan ziyod qizib ketadi yuzalari. Shuning uchun kartoshkaga minus bo'lmasligi uchun chuqurroq ekish tavsiya qildik. Iloji bo'lsa keyin ustini hatyabi 35-40% salqin setka bilan yopsa, hosildorligi yaxshi bo'ladi. Salqin setka nima o'ziga foydaga qoladi. Bu narsalarni ham aytib o'tdik. E'tiboringlar uchun rahmat.